Barnopa ko'pchilik ayollarimiz homiladorlik paytida vazn yig'ishadi. Tug'ruqdan keyin bu vaznni ketkazish maqsadida dorilar, kokteyllar, har xil vositalardan sinab ko'rishadi. Lekin o'sha vaznda qotib qolishadi. Uni ketkazish uchun nima qilish mumkin? To'g'ri, homiladorlik vaqtida ko'pchilik ayollarda vazn yig'iladi. Bunga eng katta sabab kuchli gormonal o'zgarishlar bo'ladi va tug'ruqdan keyin ayollar именно o'sha semizligini keltirib chiqarayotgan gormonlarni to'g'rilamasdan har xil usullarni qilishadi va natija bo'lmaydi. Shu sababdan birinchi navbatda tug'ruqdan keyin gormonlarni to'g'rilash kerak. Gormonlarni to'g'rilamaguncha hech qachon ozish jarayoni bo'lmaydi. Agar sizda ham tug'ruqdan keyingi ortiqcha vazn, qorin chiqishi, osilishi, sochlarni to'kilishi, doim holsizlik, charchoq kuzatiladigan bo'lsa, aynan sizni 3 kunlik oson ozib, qayta semirmaslik sirlari deb nomlangan mutlaqo bepul onlayn master-klassimga taklif qilaman. Ushbu master-klassda siz tug'ruqdan keyingi ortiqcha vazndan bir umrga qutulishni, qorningizdagi yog'lardan 10 baravar tez va samarali, hech qanaqa cheklovlarsiz xalos bo'lishni va eng asosiysi semizlikdan qutulib, chiroyli qomatga erishishni barcha sirlarini bilib olasiz. Eslatib o'taman, master-klass mutlaqo bepul, faqatgina vaqt chegaralangan. Shu sababdan hoziroq pastki tugmani bosib, master-klassga ro'yxatdan o'ting.